Hammaga assalomu alaykum. Bu videoda biz fayl tizimi nima va uning vazifasi nima? Shunaqa narsalarni bu videoda batafsil ko'rib chiqamiz. Xo'sh, qaranglar. Fayl tizimi. Bizni bilsak agar bizda kompyuterlarimizda fayllar bor, papkalar bor, boshqa narsalar bor, to'g'rimi? Bu narsalar o'zi nimaga kerak? Nimaga yaratilgan va nima uchun kerakligini bu videoda ko'rib chiqamiz. Xo'sh, fayl tizimi bu kompyuterdagi ma'lumotlarni tartibini saqlash va boshqarish uchun mo'ljallangan tizimdir. Tasavvur qiling, agar bizda kompyuterimizda fayl yoki papkalar bo'lmasa, bizda kompyuterimiz bardak bo'lib ketib qoladi. To есть, masalan, kompyuterimiz ichida hamma narsa sortirovka bo'lib turgani chiroyli. Masalan, siz biron bir faylni topmoqchi bo'lsangiz, siz belgilangan papkani ichiga kirib, belgilangan faylingizga topib olasiz bemalol, to'g'rimi? Masalan, rasmlar degan papka ochib qo'ygansiz, ichiga kirib xohlagan rasmingizni olib chiqib keta olasiz. Mana shunaqa narsa uchun fayl tizimi ishlatilgan. To есть, bu o'zi nimaga kerak? Shu, birinchi o'rinda foydalanuvchi uchun oson bo'lishi uchun siz xohlaganingizdek o'zingizda fayllaringiz, papkalaringizni sortlaysiz. Masalan, rasmlar yoki videolarni papka ochib, ichiga videolarni yoki rasmlarni saqlashingiz mumkin. Mana shu uchun ham shu narsa yaratilgan. Masalan, любой papka ochib, masalan, o'yinlarni siz ichiga kompyuter o'yinlarini saqlab qo'yasiz yoki fayllar, kerakli fayllar ichiga kirib, uyingizda dokumenti yoki o'zingizda pasportning fayllaringizni saqlashingiz mumkin. Va uni tashqarisida yana bitta papka ochib, masalan, do'stlar yo do'stli rasmlar deb o'zingiz uchun shunaqa fayl yaratib, papka yaratib bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Mana shu uchun fayl tizimining asosiy vazifalari shu. Yana kelinglar dokumentalniy tilda ko'radigan bo'lsak, ma'lumotlar saqlash, hujjatlar, rasmlar, video, dastur foydalarni saqlaydi. Fayl sistemamiz mana shunaqa narsalar saqloladi. Fayl va papkalarni tekshirish, tashkil etish, foydalanuvchi papkalarga joylashtirish, tartibi solish, tuzilma yaratish, mana shunaqa vazifalarni bajara oladi. Fayllarni izlash va o'qishga imkoniyat beradi. Masalan, siz любой faylga kirib, tezdagina poisk qilsangiz bo'ladi. То есть o'zingizga kerakli faylni, nimada tepadagi poisk orqali, search orqali bemalol topib olsangiz bo'ladi. Foydalanuvchi kerakli foydali topa oladigan va uni ochib ko'radi. Shunaqa narsani ham beradi. Fayllarni bemalol o'zgartirsangiz bo'ladi, o'chirishingiz bo'ladi. Bu narsada muammo yo'q. Chunki buni yaratgan insonki, buni bemalol o'zgartirib o'chirtirishingiz mumkin. Xavfsizlik va ruxsatlarni boshqarishingiz ham mumkin. Bir ikkita faylni bloklab qo'ysangiz bo'ladi, faqatgina parol bilan kirsangiz bo'ladi. Bunaqa narsani ham joriy qilsa bo'ladi. Faqatgina o'zi masalan, maxfiy fayllaringiz bo'lsa, bitta отдельно papka ochasiz, ichiga o'sha bloklab qo'yasiz papkani, parol qo'yib, faqatgina parol terib kirasiz. Bu parolni faqatgina o'zingiz bilsangiz, ishlata olasiz. Diskdagi joyni boshqarish. Fayl sistemida yana bitta eng ustunlik tomoni, xotirada kamroq joy oladi. Masalan, bitta joyga taxlanib tushadida, nimada, jyostkii xotiramizga. Tasavvur qiling, oddiy misol, bitta xonaga stollarni olib kirib qo'ysangiz, bitta xonaga stollarni olib kirib qo'ysangiz, farqi yo'q, hammasini otib tashlasangiz kam ketadida stol bitta xonaga. Uni taxlab, chiroyli qilib, chiroyli, cho'tki taxlasangiz ko'proq stol ketadi, to'g'rimi? Kompyuterda jyostkii diskda ham xuddi shunday. Agar fayllarni просто так yaratib bardak qilib turgan bo'lsa, kam ketadi. Agar chiroyli taxlanib papkalarga ajratilgan bo'lsa, ko'proq fayl ketadi. Fayl tizimida asosiy vazifasi shu, to есть yuzerga kompyuterdagi ma'lumotlarni prostagina tartib bilan ushlab turish uchun, tartib bilan saqlash uchun. Birinchi o'rinda, foydalanuvchiga qulaylik yaratish uchun va xotiraga ko'proq joy egallamaslik uchun kerak bo'ladi. Menimcha video hammaga tushunarli bo'ldi. Hammaga rahmat.